Salam hürmetli obunachilarimiz. Tanışımızın maşını akşamınaki zamok. Bilasizlar, Kobaltda zamok qatib qoladigan kasal var. Kechqurun kelgan mana obyektga o'lchamaga. Shundan o'lchab chiqqan, просто akkuratni tushgan. Kelib turib mashina zavod qilajak bo'lsa, zamok qatib yotibdi. Mashinani hozir qizdirib qo'yibmiz, hozir kelib buni zamogini ochdim. Zamok açılgan bilen lekin bari ustaxonaga haydab boramizda mashinamizda zamokni polniy razborka etib, ichlarini yuvib tozalab, kanakay kiltini xudo xolasa qilamiz. Qaytib qatib beton qilib beramiz zamogini. Iloji bo'lsa zamok qatib qolgan holatda netmanglar o'zingiz. Kuchga solib yiqilsangiz zamokni buzib olasizlar. Shuning uchun lutchu ustaga xabarlash qilgansiz yaxshi. Sababi usta odam zamokni buzmasdan yana o'zining nesini ekib beramiz. Ekib beradi to'g'ri. Normalniy qilib. Mang'itda hozir ko'p yigitlar zamokni shug'ullanib yurgan shogirdlarimiz bor, masalan, bir-ikki bilasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Zamokni qatib qolgan bo'lsa xabarlashinglar. Mashina qizsa, xullas ustaxonaga borib izindan video qo'yamiz buni zamokdan polniy razborkasini. Remontdan keyingi holatdan ko'rsataman. Xabarlashaverasizlar. Hech kim yo'lda qolmasin deb. Ayniqsa mana qish oyida